2026 Chevrolet Blazer modeli zamonaviy dizayn, kuchli texnologiyalar va qulaylikni birlashtirgan crossover sifatida taqdim etiladi. Ushbu avtomobil shahar va uzoq safarlar uchun mos bo'lib, sportchi tashqi ko'rinishi bilan darhol e'tiborni tortadi. Old qismi agressiv panjara, LED yoritgichlar va aerodinamik chiziqlar bilan bezatilgan. Kuzov mustahkam va yengil materiallardan ishlab chiqilgan bo'lib, yoqilg'i tejamkorligi va barqarorlikni oshiradi. Salon ichki qismi keng va ergonomik bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun yuqori darajadagi qulaylikni ta'minlaydi. Yumshoq materiallar, raqamli panel va zamonaviy multimedia tizimi avtomobil ichki muhitini yanada jozibador qiladi. Sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi bilan birga ishlaydi. Ovoz tizimi sifatli tovush beradi va safarni yanada yoqimli qiladi. 2026 Chevrolet Blazer dvigatel variantlari samaradorlik va quvvat o'rtasida mukammal muvozanatni taqdim etadi. Turbo dvigatel tezkor tezlanish va silliq harakatni ta'minlaydi. Avtomatik uzatmalar qutisi aniq ishlashi bilan haydashni osonlashtiradi. Toliq gildirakdan tortish tizimi turli yo'l sharoitlarida ishonchli boshqaruvni kafolatlaydi. Xavfsizlik tizimlari ham yuqori darajada bo'lib, adaptiv kruz nazorati, favqulodda tormozlash, kor nuqta monitoringi va yo'l bo'ylab yordamchi funksiyalar mavjud. Bu imkoniyatlar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini oshiradi. Yoqilg'i sarfi sinfida tejamkor hisoblanadi va ekologik talablarga mos keladi. Blazer modeli oilaviy foydalanish uchun ham, sport ruhini yoqtiradiganlar uchun ham mos keladi. Keng yukxona, kundalik ehtiyojlar va sayohatlar uchun yetarli joy taklif etadi. O'rindiqlar qulay sozlanadi va uzoq masofada charchoqni kamaytiradi. Boshqaruv rulining sezgirligi yuqori bo'lib, avtomobil burilishlarda ishonch bilan harakatlanadi. Tormoz tizimi tezkor javob beradi va xavfsiz to'xtashni ta'minlaydi. Osma tizimi notekis yo'llarda ham qulaylikni saqlab qoladi. Shovqin izolyatsiyasi yaxshi bo'lib, salon ichida sokin muhit